Londondagi xalqaro kishilik huquq tashkiloti Ukrainadan Xitoygacha, Afg'onistongacha, jumladan 2022-yili dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquq krizisining texnik ig'irlashganligini, kishilik huquq ishlarini ilgari surish uchun tirishayotgan bir qism yangi tuzumlarning to'xtamay o'tirib chiqayotganligini bildirgan. Baş ştabı Amerika'nın New York'ta joylashgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 12 yanvar kuni dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq to'g'risidagi yillik dokladini e'lon qilib, o'tgan bir yilda 100 ga yaqin davlatning kishilik huquq taraqqiyotiga baho berib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina fuqarolariga qasddan qilgan hujumidan, Xitoy Xi Jinpingning Uyg'urlarni usti ochiq turmaga solab, kishi aqliga kelmaydigan jinoyatlarni o'tkazib davom qilayotganligini, Talibanlarning necha million Afg'oniston xalqini och qoldirganligini, shundaqla mustabid hokimiyatning kishilarga tugamas azoblarni elib kelganligini bildirgan. Ammo 2022-yilda yana kishilik huquqqa munosabatlik barliq hukumatlarning yer shari kishilik huquq sistemasini qo'g'dash va kuchaytirish, kishilik huquq dafsanchilik qarshi turish uchun yangi yo'llarni barliqqa keltiradigan tub o'zgarishlarni elib kelganligini ta'kidlagan. Masalan, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining dokladida BDT kishilik huquq kengashining o'tgan yil oktyabr oyida BDT kishilik huquq oliy komissarining atalmish Xinjiang to'g'risidagi dokladini faqat 2 bilat bilan muzokara qiladigan qaror ma'qullolmaganligi, Xitoy hokimiyatining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish va mas'ul bo'lishi, javobgarlikka tortilishi, xalqaro jamiyatning birda qo'llaydiganligi kun sari kuchaymoqda. Doklati yani xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligiga har turli besimining kuchayotganligini, Amerika qonun ma'qullab Xitoyning Sharq Turkistonning majburiy emgak mahsulotlari eksportiga zarba berishi, Yevropa birlashmasining o'xshash qonun loyihasini o'tirib qo'yganligi, nurg'un davlatlarning Xitoy kishilik huquq dafsanchilik sababidan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini diplomatik boykot qilganligini ta'kidlagan. Amerika Avam Palatasının yenidən saylanğan rəisi Kevin McCarthy Avam Palatasida Xitoy tahdidiga qarshi Xitoy ishlar alayida komiteti qurilganligi munosabati bilan Twitterda ushur yo'llab, Amerikaning Xitoyda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Kevin McCarthy 10 yanvar kuni yo'llagan Twitterda Cumhuriyetchilar rahbarligidagi Avam Palatasi Xitoy Kompartiyasiga qat'iy qarshi turganligini, kommunist Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi turganligini, Amerika davlatining xavfsizligi va igidorchilik huquqini qo'g'daydiganligini bildirgan. Kevin McCarthy 10 yanvar kuni Avam Palatasi Xitoy alayida ishlar komiteti qurilganligini e'lon qilganda so'zlagan nutqida Amerika Avam Palatasidagi har ikki partiyaning birlashib Xitoy kommunist hukumatining dunyoga, Amerikaga selayotgan tahdidiga birlikda qarshi turish kerakligini, Xitoy ishlari alayida komitetining bu jihatda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Xitoy ishlari alayida komitetining Avam Palatadagi Xitoy ishlari alayida xizmat gruppasi ustiga olgan muhim xizmatlarni davomlashtirganligini, bundan keyin Cumhuriyetchilar ko'p sonli egillagan Avam Palatasining Xitoy Kompartiyasini tahdid deb ko'rdiganligini va uningga kuchli diqqat qildiganligini ko'rsatdi degan. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti torda e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha, Amerika Avam Palatasi Xitoy ishlar alayida komiteti ilgirki Xitoy ishlar alayida xizmat gruppasi asosida qurilgan bo'lib, mazkur komitetning yangi saylangan raisi Mike Gallagher o'zining kelgusi bir necha yilda Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti bilan zich hamkorlashib, Xitoy Kompartiyasining tahdidiga qarshi kurash qilganligini bildirgan. İstanbul Taksim'deki bomba hücumunun planlaguchisi bölgünçü terörlük teşkilatı PKK a'zosi terrorchi Bilal Hasanga yordam qilgan G'azni Gölga Bulg'ariyada qo'lga olindi. İchki ishlar ministri Süleyman Soylu bir xususiy televiziya kanalida e'lon qilgan bayonotida 2022-yil 13 noyabrda Taksimdagi Istiqlol ko'chasida 6 kishining jindan ayrilishi va 81 kishining yordar bo'lishiga sabab bo'lgan portlashning planlaguchisi Bilal Hasanni chet elga qochirayotgan G'azni Gölganing Bulg'ariyada qo'lga olinib, 10 noyabr kuni Turkiyaga topshirib berilganligini e'lon qilgan. İchki ishlar ministri Süleyman Soylu terrorlikqa qarshi muvaffaqiyatli kurash ustida to'xtalib, Turkiyadagi terrorchilar sonining 120 dan tuvanlaganligini bildirgan. Ministr Süleyman Soylu Turkiyaning terrorlikqa qarshi kurashda tarix yaratganligini tilga olib, faqat PKK KCK terrorlik tashkilotiga qarshi harbiy harakat ilib bormasdan, Suriyaning shimolida terrorlik tashkiloti Daeshga qarshi Fırat qalqini harakatini qilganligini, davomli Daeshga qarshi kurash qilganligini, Daesh bilan ro'baro kurash qilgan birdan-bir davlat ekanligini, Turkiyaning Amerika va Yevropaning qo'llashlari qarmasdan Fethullah terrorlik tashkilotini tiz buktirganligini bildirgan. Qozog'iston Asosiy qonun mahkamasi sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga berilgan bir qator salohiyat va huquqlarni o'z ichiga olgan qonun inovatsiz qilinishini tasdiqlagan.
Qozog'iston Asosiy qonun mahkamasi tarafidan e'lon qilingan yozma bayonotda mazkur qonunning 2022-yil 5-iyun kuni Qozog'iston davlat tavalligida o'tkazilgan asosiy qonun referendumning natijalariga asosan chiqarilganligi ta'kidlanib, Qozog'iston Jumhuriyatining tunji prezidenti Albashi haqidagi qonunning yangilangan asosiy qonunni kuchga ega qilinishining hech qanday qonuniy asosi yo'qligini, shu sababdan bu qonun inovatsiz bo'lganligini bildirgan. Qozog'iston Asosiy qonun mahkamasining qaroriga asosan Nursulton Nazarboyevga tunji prezident sifatida bir qator salohiyat va huquqlar berilgan moddalar asosiy qonundan chiqarib o'tildi ekan. Bu ahvol Nursulton Nazarboyevning asosiy qonun tarafidan kafolat ostiga ilingan tekshirilmaslik huquqiga ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Ammo uning oilasi tekshirilmaslik huquqidan mahrum qoladi ekan. Avam palatasi va Kengash palatasidan tashkil topgan Qozog'iston parlamenti kelar hafta birlashma yig'inida bu masalani muzokara qiladi ekan.